Siz aniq Toshkentda bunaqasini ko'rmagansiz. Farzandingiz maza qilib o'ynayotganda siz bemalol ovqatlanishni xohlaysizmi? Chunki siz restorandan turib bemalol bolalaringizni o'ynab yurganini ko'rib tura olasiz. Ularni ketidan yurishingiz shart emas. Ha, aytgancha asosiysini aytmabman-ku, bu yerga kirish boshqa joylardagidek 100 ming, 200 ming emas, ataga 40 ming. Har kuni, har qanday paytda, har vaqtda, albatta VIP tarifda. 40 ming so'm bo'lsa, kichkinagina bolalar maydonchasi bo'lsa kerak deb o'ylayapsizmi? Yo'q, unday emas. Plashatkada hamma narsa zipline, gorka, 30 dan ortiq o'yin zonalari mavjud. O'qituvchilar uchun zo'r tomoni, master-klasslar ham tashkil qilib berib, hamkorlikda bog'cha maktablar bilan ishlashar ekan. Aytgancha, tug'ilgan kunlar uchun multfilm qahramonlari bilan bezatilgan alohida xonalari mavjud. Restoranni o'zi oddiygina ovqatlanish zonasi emas, kayfiyatni ko'taradigan atmosferaga ega. Xullas kelib, farzandlaringiz bilan vaqt o'tkazishingizga arziydi. Joyning aniq lokatsiyasini Telegram kanalimda qoldiraman. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.